Cobalt uchun 2,5 soatda 100 mingta shartnoma tuzildi. Bugun Chevrolet Cobalt avtomobillari xaridi uchun onlayn shartnoma berish yakunlandi. Soat 10:00 da boshlangan kontraktatsiya qariyb 2,5 soat davom etib, uning dastlabki soatida 54 mingga yaqin, yakunida esa soat 12:26 holatiga jami 100 mingta shartnoma rasmiylashtirildi. Tuzilgan shartnomalarning 99,493 tasi One ID tizimida ro'yxatdan o'tgan jismoniy shaxslarga, 507 tasi esa yuridik shaxslar hissasiga to'g'ri kelgan. Kontraktatsiya jarayonida kompaniya Call markazi jami 876 ta murojaatni qabul qilgani hamda UzAvto Savdo onlayn savdo tizimi 560 ta kiber hujumga uchragani ma'lum bo'ldi. Endilikda mazkur shartnomalarni olgan mijozlar 7 kun ichida shartnoma shartlariga muvofiq to'lovni amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Onlayn tuzilgan shartnomalarda maxsus QR kod mavjud bo'ladi. U shartnomalarning haqiqiyligini tasdiqlaydi. Bunday QR kodga ega bo'lmagan shartnomalarga UzAvto Motors va Chevrolet rasmiy dilerlari aloqador emas hisoblanadi. Anhor.uzda qoling va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling.